Diqqat, ogoh bo'ling. O'zgidromet O'zbekistonda 12-mart kunidan 19-martgacha kutilayotgan ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Hamma xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu ma'lumot boshqalarga ham yetib borishligi uchun iltimos like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling. Siz shu orqali bizni kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. 12-mart kuni ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 12-mart kuni kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. 13-19-mart kunlari kechasi 0.5 daraja iliqqacha, kunduzi 10-15 daraja iliqqacha ko'tariladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 12-mart kuni ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 12-mart kuni kechasi 0.5 daraja sovuq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. 13-19-mart kunlari kechasi 8-13 daraja iliqqacha, kunduzi 23-28 daraja iliqqacha ko'tariladi. Navoiy viloyati shimolida 12-mart kuni kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. 13-19-mart kunlari kechasi 0.5 daraja iliqqacha, kunduzi 10-15 daraja iliqqacha ko'tariladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 12-mart kuni ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 12-mart kuni kechasi 0.3 daraja sovuq, kunduzi 4-7 daraja iliq bo'ladi. 13-19-mart kunlari kechasi 8-13 daraja iliqqacha, kunduzi 23-28 daraja iliqqacha ko'tariladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. 12-mart kuni ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 12-mart kuni kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. 13-19-mart kunlari kechasi 10-15 daraja iliqqacha, kunduzi 24-29 daraja iliqqacha ko'tariladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. 12-mart kuni ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 12-mart kuni kechasi 0.5 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. 13-19-mart kunlari kechasi 8-13 daraja iliqqacha, kunduzi 23-28 daraja iliqqacha ko'tariladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 12-mart kuni kechasi 10-15 daraja sovuq, kunduzi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq bo'ladi. 13-19-mart kunlari kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliqqacha, kunduzi 5-10 daraja iliqqacha ko'tariladi, deyiladi O'zgidromet ma'lumotida. Hurmatli tomoshabinlar, kanalimiz tezroq rivojlanishi uchun iltimos, videoga bir donadan like bosib kanalimizga obuna bo'ling. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling, xayr salomat bo'ling.